Respublika bo'ylab o'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktika tadbirlari doirasida Ichki ishlar vazirligi Tezkor qidiruv departamenti, Davlat xavfsizlik xizmati hamda bojxona qo'mitasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida uyushgan narkojinoiy guruhlar faoliyatiga chek qo'yilib, qariyb 80 kilogramm giyohvandlik vositalari noqonuniy muomaladan olindi. Aniqlanishicha, transmenli jinoiy uyushma a'zolari giyohvandlik vositalarini qo'shni davlatdan Toshkent shahri orqali Rossiya Federatsiyasiga kontrabanda yo'li bilan olib o'tishni rejalashtirgan. Poytaxtda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 1993, 1991, 1986 va 1981 yillarda tug'ilgan 4 nafar shaxs Toshkent shahri Yangihayot tumani hududidagi dala maydoniga yashirib ketilgan. 71,8 kilogramm giyohvandlik vositasini olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Ushbu shaxslar uyushgan narkojinoiy guruhning O'zbekistondagi tashkilotchilaridan bo'lib, Rossiya Federatsiyasida yashovchi tanishining ko'rsatmasiga asosan ko'rsatilgan geolokatsiyadan giyohvandlik vositalarini olib, uni Rossiyaga yuborishi lozim bo'lgan. Surxondaryo viloyati Denov tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 1969 yilda tug'ilgan shaxs 8 kilogramm giyohvandlik vositasini 150 ming AQSh dollari evaziga sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Surishtiruv jarayonida u ushbu giyohvandlik vositasini 1971 yilda tug'ilgan tanishidan olgani aniqlanib, tezkor tadbirlar davomida mazkur shaxs ham ushlandi. Jinoiy zanjir izidan borilishi natijasida giyohvandlik vositalarining asl manbai bo'lgan yana bir 1971 yilda tug'ilgan shaxs ham protsessual tartibda qo'lga olindi. Umuman olganda, o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ikkita uyushgan narkojinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yilib, 7 nafar a'zosi ushlandi hamda 355,460 dona bir martalik dozaga teng bo'lgan 79,8 kilogramm giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalaga kirishining oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olindi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Ko'rilgan choralar natijasida minglab fuqarolar, ayniqsa yoshlar salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan giyohvandlik vositalarining noqonuniy tarqalishiga yo'l qo'yilmaydi. Hurmatli fuqarolar, agar siz shubhali shaxslar yoki noqonuniy giyohvandlik faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narko bot Telegram manzili yoki ishonch telefonlari orqali xabar berishingizni so'raymiz.